Xo'p, assalomu alaykum, qadrli obunachilarimiz, yoshlar, umuman moliyaviy savodxonlikka qiziqadigan yoshlar. Xo'p, bugungi ajoyib mavzumizni boshlaymiz. Sababi bugungi mavzuimiz juda ham asosiy moliyaviy instrumentlarimizni va moliyaviy savodxonliklarimizni oshiruvchi narsa hisoblanadi. Ya'ni xavfsizlik yostiqchasini yaratish yoki qanday qilib biz ko'chmas mulk orqali xavfsizlik yostiqchasini tashkil qilishimiz mumkin yoki yaratishimiz mumkin va nima uchun kerak bu xavfsizlik yostiqchasi mavzusida sizlar bilan suhbatlashamiz. Demak, kerakli ma'lumotlarni berib, foydali ma'lumotlarimiz bilan bo'lishamiz va kerak bo'lsa o'sha finansiy moliyaviy ekspertlarning fikrlarini, ularning tavsiyalarini ham berib boramiz. O'ylaymanki, juda ham manfaatli bo'ladi, juda ham foydali bo'ladi va hammamiz uchun ushbu ilm demak doimiy ravishda bizni hayotiy yumushlarimizda, bizni o'sha pulni boshqarishimizda va doimiy ravishda hayotimizni boshqarish uchun juda ham kerakli, manfaatli ilm bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, demak, birinchi masalaga kiradigan bo'lsak, aynan xavfsizlik yostiqchasi nima va u nega kerak? Ko'chmas mulk bu borada qanday rol o'ynaydi? Xavfsizlik yostiqchasini tushunchasi, umuman olganda xavfsizlik yostiqchasi har bitta inson uchun kerakmi? U nima uchun quriladi va qanday tushunchalardan kelib chiqqan kabi bir qator masalalarni oydinlashtiramiz. Masalan, xavfsizlik yostiqchasi har bitta inson uchun dastlab kerak. Har bitta inson uchun, hattoki har bitta organizatsiya, tashkilotlar, korxonalar borki, demak, xavfsizlik yostiqchasini o'zini moliyaviy yacheykasiga muhim rol sifatida qo'yadi. Masalan, shaxsni oladigan bo'lsak, insonni oladigan bo'lsak, har xil holat bo'lishi mumkin uning hayotida. Masalan, ishga kirgan inson ishidan ajralishi mumkin, ishini yo'qotishi mumkin yoki xodim tashabbusi bilan, o'zini tashabbusi bilan ishdan ketishi mumkin yoki ish beruvchini tashabbusi bilan ishdan ketib qolishi mumkin. Juda ham og'ir xastalikka chalinib qolishi mumkin. Tabiiyki, biz issiq jonimiz nimadan iborat? Bizni hayotimiz, sog'ligimiz va holatimiz bizga bog'liq bo'lmagan holatda xohlagan narsaga bo'lishi mumkin. Mana biz eshitamiz, jamiyatda yashaganimizdan keyin atrof muhitimiz bor, qarindosh urug'imiz bor, tanish bilishlarimiz, do'stlarimiz, birodarlarimiz bor. Misol uchun, biz eshitib qolamiz, to'satdan bir do'stimiz yoki bir yaqinimiz og'ir xastalikka chalinib qolishi mumkin. Yoki bir to'satdan baxtsiz hodisaga duchor bo'lib, avtomashina halokatida bir og'ir yotib qolishi mumkin. Yoki to'satdan qanaqadir o'sha onkologik kasalliklar bo'lishi mumkin, boshqa kasalliklarga duchor bo'lib, og'ir xastalikka yotib qolishi mumkin. Tabiiyki, u oilada yagona boquvchi, tabiiyki, u oilada o'zini oilasini, demak, ta'minotchisi bo'lishi mumkin. Tabiiyki, u oilada undan boshqa, demak, daromad keltiruvchi boshqa inson bo'lmasligi mumkin. Otasi, onasi yoki uni ta'minlab turadigan bo'lmasligi mumkin. Tabiiyki, u demak oziq-ovqatdan, hayotdan, umrguzaronlik qilishdan, yashashdan demak qanaqadir cheklanib qoladi. Ya'ni pul borasida, ta'minot borasida uzilib qoladi. Va u juda qattiq og'ir ahvolga olib keladi. Qattiq juda ijtimoiy holatga olib keladi. Ya'ni uni demak kelib turadigan puli yo'q, kelib turadigan oyligi to'xtagan yoki uyga qattiq yotib qolgan, ota-onasi yoki yaqin birodarlari qarashmagan yoki ota-onasi yo'q bo'lishi mumkin, yetim holatda bo'lishi mumkin va turli faktorlar, juda ham ko'p kriteriyalar bo'lishi mumkinki, demak, bu inson juda yolg'iz, juda yordamga muhtoj, juda ham o'sha ijtimoiy holatga muhtoj ahvolda tushib qolishi mumkin. Tabiiy. Demak, ana shunaqa holatlarda inson oldindan ko'ra olib va bu bo'lishi mumkin har bitta insonning hayotida degan maqsadda xavfsizlik yostiqchasi degan narsa boshdan-bosh o'sha insoniyatni talablaridan kelib chiqib, insoniyatning o'zi tomonidan demak yaratilgan yoki shu tushuncha prидумать qilingan, o'ylab topilgan. Demak, xavfsizlik yostiqchasi bizni turli holatlardan chiqib ketishimizga yokida o'sha mana shunaqa bizda demak puldan, moddiyotdan, mablag'dan uzilgan vaqtimizda bizga keladigan passiv daromadlarimiz ham bo'lishi kerak. Chunki biz hayotda umrguzaronlik qilar ekanmiz, yashar ekanmiz, nimani hisobida
ro'zg'orimizni, nimani hisobiga ijtimoiy ta'minotimizni, yeyish, ichish, kiyish kabi birlamchi masalalarimizni yopamiz. Demak, biz aktiv ishlaymiz. Juda ham faol ishda bo'lamiz. Muhim bir o'zimizga yarasha demak qanaqadir KPI'larimiz bo'lishi mumkin, bonuslarimiz, oyliklarimiz yoki qanaqadir bir ishdan, tovardan, xizmatdan keladigan qanaqadir ma'lum bir me'yordagi daromad usullarimiz bo'lishi mumkin. Bu freelance tartibida, ko'rinishda, bu qayerdandir usluga, internet vositalaridan qanaqadir tovar va xizmatlarni olamiz, bajaramiz va bizga o'sha tovar va xizmatlarni demak internetda vklad qilgan odam, yuklagan odam yoki kompaniya bizga pul beradi. Demak, biz o'sha vazifani bajarganimiz uchun ma'lum bir miqdorda xizmat haqi yoki komissiya yoki buni har xil yo'llar, har xil tushunchalarda tushuntirishimiz mumkin. Masalan, realtorlar, maklerlar o'zlarini demak har bitta o'sha qiymatni 50% gacha, masalan, O'zbekiston bozorida shunaqa holat bor. Xonadonlarni arendaga topib berishlik yoki xonadonlarni oldi-sotishdan ishlanilgan pulda 50% lik haq olishadi. Masalan, bu deydi bizni maklerskiy uslugamiz deydi yoki realtorskiy xizmatimiz, uslugamiz deb atashadi. Misol uchun, qarang, bu ham o'sha haq olishning bitta turi. Yoki o'sha freelance, demak, freelancer, ya'ni dasturchi bo'lishi mumkin, SMMщик bo'lishi mumkin, targetolog bo'lishi mumkin, ya'ni o'sha turli xil kasb egalari bo'lishi mumkin. Internetdan onlayn orqali ma'lum bir xizmatlarni olishadi, o'sha xizmatlarni bajarishadi. Agar u xizmatlarni to'g'ri bajarishsa, demak, ish beruvchi yoki o'sha xizmat va tovarlarni yuklagan inson ularga ma'lum bir haqni berib, demak, ularni rashyot qilishadi, ya'ni hisob-kitoblarni, finansiy, moliyaviy hisoblarni, hisob-kitoblarni hisob-kitob qilib olishadi. Bu xohlaganda o'sha naqd ko'rinishda bo'lishi mumkin, plastikka tashlab berish ko'rinishda bo'lishi mumkin yoki shartnomalar orqali firmani, demak, o'sha yuridik shaxsni hisob raqamidan fizikiy shaxsni, ya'ni jismoniy shaxsni plastik kartasiga tushirib berish ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu turli xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Eng muhim tushuncha, demak, bu yerda nima? O'sha xavfsizlik yostiqchasi bo'lishi kerak har bitta insonga. Hattoki mana kompaniyalarda ham xavfsizlik yostiqchasi kerakligi to'g'risida juda ko'p ekspertlar, moliyaviy ekspertlar, mutaxassislar aytishadi. Bular nima bo'lishi mumkin? Juda katta moliyaviy inqirozni ko'rdik. Demak, butun bir davlat yoki butun bir jamiyat moliyaviy inqirozni o'z boshidan kechirdi yoki mana kecha 2020-21-yillarda yoki o'sha 19da oxiri 20-yillarning boshlari bilan O'zbekiston emas, butun dunyoga o'sha xavf solgan COVID-19, ya'ni o'sha karantin masalasida ham juda ko'pchilik insonlar demak qiynalib qolishdi. Juda ko'p insonlar qaysidir ma'noda o'zlariga nisbatan juda kuchli nimani his qilishdi. Kompaniyalar, hattoki kompaniyalar arendadan, ijara haqlaridan yoki xodimlarning oyliklaridan yoki turli xil o'zgarmas operatsion rasxodlardan, xarajatlardan yoki nima desak bo'ladi, o'zgarmas rasxodlardan, xarajatlardan demak istrof chekishdi. Juda ham katta moliyaviy zarba olishdi. Shuni hisobiga juda ko'p kompaniyalar ham yopilib ketishiga sabab bo'ldi mana shu yerda. Chunki kompaniyalar faqatgina bir oylikni, bir kunlik rasxodini ko'ra oladi. Ko'pchilik kompaniyalar mana bugungi rasxodini yo'q olsa bo'ldi yoki bir oylik rasxodlarni o'lchab chiqishadi. Demak, oyliklarga mana shuncha summa ketadi, arenda, ijaraga shuncha summa ketadi, deylik o'sha Bitrix IP xarajatlariga mana shuncha, tovarni xarajatlari shuncha, boshqa barcha xarajatlarni sanashadi-da. Demak, menga bir oyga mana shuncha xarajat bo'lsa, firmani, korxonani yoki o'sha kompaniyani faoliyati mana shu menga o'sha summa bilan men bir oylik faoliyatdan bemalol omon-eson chiqa olaman, inqirozga yuzlamasdan turib degan bir plani, mana shu rejasini mana COVID-19da ko'rdik. Bu rejalarni o'zgartirib, sababi 2 oy davomida o'tirib qolishlik kompaniyalarni, korxonalarni yoki 3 oy davomida ishlamasligi yoki 4 oy davomida ishlamasligi juda katta moliyaviy inqirozlarni, juda katta moliyaviy nimalarni olib keldi, muammolarni olib keldi.
demak juda katta problemalarni, muammolarni olib keldiki, kompaniyalar bu borada qiynalib qolishdi. Shuni hisobiga demak shuni hisobiga, lekin bu yerdan bu holatlardan yutgan kompaniyalar ham bo'ldi. Buni ham e'tirof etishimiz kerak. Nimani hisobiga? Demak, kompaniyalar o'z oldiga moliyaviy rejalari, moliyaviy maqsadlarini o'z oldiga konkretni aniq qilgan kompaniyalar haqiqatan bu sinovdan, bu holatdan muvaffaqiyatli o'tishdi. Juda ham yaxshi, chiroyli o'tishdi. Nimani hisobiga? Plan, fakt, analiz hisobiga. Ya'ni plani bor edi, rejasi bor edi, fakt holatda qanaqa edi va analiz tahlili qanaqa edi. Qaysi nuqtaga keldik? O'sha moliyaviy yostiqchasi mavjud bo'lmagan kompaniyalar, korxonalar kichik ko'rinishda bo'lishi mumkin, o'rta ko'rinishda va katta ko'rinishda bo'lishi mumkin va mana shu moliyaviy yostiqchasini hisobga olmagan korxonalar yoki nimalar juda ham qiynalib qolishdi. Nimani hisobida? Demak, ularni 3 oylik mana shu butun boshli faoliyatni sodержать qiluvchi, ya'ni ushlab turuvchi 3 oylik zaxirasi yoki 6 oylik zaxirasi yoki 1 yillik zaxirasi bo'lmagan korxonalar juda ham qattiq qiynalishdi va bu qiyinchilikka uchragan korxonalar juda katta mablag' moliyaviy pul tomonlama qiynalib, juda katta o'sha turli xil muammolarga uchrashdi. Shuni hisobiga juda ko'p kompaniyalar yopilib ketdi va bu COVID-19 karantin masalasi, demak, karantin holatlari ayrim kompaniyalarga qo'l keldi va masalan yangi kompaniyalar paydo bo'ldi. Masalan, o'sha COVID-19 ga kerak bo'ladigan puls oksimetrni, ya'ni pulsni o'lchovchi jihozlarni sotadigan yangi kompaniyalar dunyoga paydo bo'ldi. Butun dunyo bo'yicha aytsam bo'ladi. Yoki umuman O'zbekiston bo'yicha men eslay olaman. Mana shunaqa oldin hech kim puls oksimetrga deylik aptekalarga tiqilib yotgan bo'lsa-da, uni hech kim so'ramasdi va unda ehtiyoj kam bo'lgani uchun aptekalar bu narsani olib kelmasdi, zakazlar berishmasdi, buyurtmalar berishmasdi va birdaniga mana bu COVID-19 masalasi bo'lib qolgandan keyin butun dunyoga mana bu narsa bo'yicha sпрос, talab juda ham 100% o'sib ketdi. Va bu talabni qondira olmaydigan ishlab chiqaruvchilar yoki kompaniyalar kerak bo'lsa katta defitsitga uchrashdi va buni narxi o'z-o'zidan qimmatlashib ketdi. Hattoki o'sha yirik ishlab chiqaruvchi puls oksimetr zavodlari yoki kompaniyalar ham yetkazib berishda juda ham qiyinchilikka uchrashdi. Men o'zim shaxsan puls oksimetrni deylik o'sha olib kelish va uni buyurtmalar berish va dastavka qilib, demak, xalqqa yetkazish bilan bo'ladigan onlayn, demak, prodajalarni, onlayn sotuvlarni o'zim yo'lga qo'yib ko'rganman. Bu juda ham prям uchgan, birdan o'sha talabni yuqoriligi asosida va bu rastushi rынокning hisobiga juda ham bu mahsulotga, bu tovarga bo'lgan bu o'sha kichkina bir uskunacha deylik, bu uskunaga o'sha meditsinskiy pribor deymiz, ya'ni tibbiy jihozga bo'lgan talab shunchalik yuqorilik hisobida, demak, bu narsani xohlagan inson, demak, prodajalarni, sotuvlarni yuqoriga nima qilishi mumkin. Xo'p, shuni hisobiga yokida aytishimiz mumkin, tibbiyot niqoblarini ishlab chiqaradigan shunaqa ko'p kompaniyalar paydo bo'ldiki, hattoki son sanog'ini bilolmay qoldik oxirgi shu karantin davrida. Yoki yana nima deyishim mumkin? Misol uchun o'sha havolarni, sun'iy havo beruvchi o'sha kislorodni nimasiga nisbatan juda ham talab o'sib ketdi. Yokida nima desak bo'ladi? Umuman shu qo'lni mana antiseptik vositalari, mana bunga bo'lgan talab oshib ketdi. Mana birlamchi talablar nima bo'ladigan bo'lsa, barcha mana shu birlamchi tibbiyot masalalari, tibbiyot jihozlari juda ham katta talab oshib ketdi. Shuni hisobiga yangi kompaniyalar paydo bo'ldi. Va hech kim uydan chiqmagan holatda mana qarang, dastavka kompaniyalari, ya'ni yetkazib beruvchi kompaniyalarning savdosi, ularga bo'lgan talab juda ham yuqori darajada o'sib ketdi. Masalan, oziq-ovqat sanoatida ham yoki bozor-o'char qilish masalasida ham o'sha Le-Bazar tizimi yoki Korzinka.go tizimi juda ham rivojlanib ketdi. Yokida o'sha oziq-ovqatlarni dastavka qiluvchi, masalan, Bringo, Stolik, Express 24 yoki o'sha Yandexdagi uzumdagi nimalar keyinchalik uzum hali u paytda yo'q edi
va undan oldin o'sha men aytib beradigan, demak, Stolik, Bringo, Express 24 yoki har bitta kafe, restoranlarni o'zini dastavka tizimlari ham rivojlanishiga sababchi bo'ldi. Yetkazib berish xizmatlariga bo'lgan talab haddan ziyod oshib ketdi. Buni ham e'tirof etishimiz mumkin albatta. Lekin xavfsizlik yostiqchasi borasidagi fikrimiz o'sha sababi birdaniga kelgan mana shu moliyaviy inqirozlar, demak, xavfsizlik yostiqchasi 3 oylik, 6 oylik va 1 yillikda o'ziga reja qilmagan korxonalar va kichik tadbirkorlar juda ham qattiq qiynalishdi. Buni да, уже вот эфирda. Вот. Xo'p, mana bu masalani ham albatta e'tirof etishimiz kerak. Sababi xavfsizlik yostiqchasi demak muhim. Mana men shaxs misolida ham aytib berdim, kompaniya misolida ham aytib berdim. Demak, xavfsizlik yostiqchasi bu shaxsni qaysidir ma'noda moliyaviy turli xil holatlardan, muammolardan olib chiqishga bo'lgan bitta instrument. To'g'ri, u 100% ishlamasligi mumkin. To'g'ri, unga 100% inson tayanib, ishonib qolmasligi kerak yoki mumkin. Lekin baribir moliyaviy ekspertlarni, moliyaviy mutaxassislarning qaysidir talabi yoki tavsiyasi moliyaviy yostiqchani har bitta shaxs u ishlatsin, ishlatmasin. Ilohim o'sha narsaga ehtiyoji tug'ilmasin insoniyatni. Masalan, yer yuzida mana 8 milliard insoniyat bor. Biz niyat qilamiz, biz duo qilamiz, aytamizki, biz shu 8 milliard insonni hech qachon muhtojlikka yoki qanaqadir puldan, moddiyotdan deb duolar qilamiz, istaymiz, lekin buni balkim iloji yo'q. Bilamizki, 8 milliard inson ichida kun davomida, mana bir kunimizda 24 soat davom etsa, 86.400 sekundimiz bor masalan. Har bitta insonni bir kun davomida 86.400 daqiqasi, lahzalari bor. Tasavvur qiling, butun dunyoda hozir mana biz Toshkent shahridan o'tirib, O'zbekistonning poytaxti Toshkent shahridan o'tirib, mana shu efirlarni qilyapmiz. Misol uchun o'sha Nestovanni binosidan mana shu jonli efirlarni qilyapmiz. Tasavvur qilib ko'ring, shu borada dunyoda 250 dan ortiq davlatlar bor. Va har bitta davlatni o'ziga yarasha, qaysidir davlatning 40 million aholisi bor, qaysidir davlatda 80 million, qaysidir davlatga 200 million, 500 million, 1 milliard, 1,5 milliard turli xil kichik va katta ko'rinishda, o'rta ko'rinishda aholisi bor. Tasavvur qilaylik, mana shu aholining ichida 8 milliard aholini agar umumiy tasavvur qilib ko'radigan bo'lsak, turli xil mana shu 8 milliard ichidan har lahzada, har daqiqada va dunyoning turli chekkalarida qaysidir shaxslar, qaysidir insonlar vafot etadi. Qaysidir shaxslar har daqiqada, har lahzada bir ma'lum bir dunyoning turli davlatlari, turli shaharlari va turli hududlarida turlicha baxtsiz hodisalarga duchor bo'lishadi. Turli xastaliklarga duchor bo'lishadi. Masalan, turli xil inson a'zolari deylik ishlamay qolishi mumkin yoki inson a'zolari shikast yetishi mumkin yoki qo'li, barmoqlari kesilishi mumkin yokida o'sha mehnatga layoqatlilik darajasi yo'qolishi mumkin. Bu har lahzada, har daqiqada dunyoni turli xil yangiliklaridan, turli xil davlatlardan biz mana eshitib ko'rib turibmiz. Demak, insonga bilamizki, har bitta inson buni biz bilmaymiz ertaga nima bo'lishini. Yoki mana 1 soatdan keyin, 1 lahzadan keyin, 1 daqiqadan keyin biz nima bo'lishini bilmaymiz. Va shu asnoda bizga kerakki, biz har qanday force major holatlarda tayyor turishimiz kerak, qaysidir ma'noda. To'g'ri, tayyor tura olmaymiz. To'g'ri, biz taqdirimizni yoki holatimizni to'liq bilmasligimiz mumkin. Lekin agar biz xavfsizlik yostiqchasini yaratishga bo'lgan ozgina intilishimiz, ozgina harakatimiz bo'ladigan bo'lsa, qaysidir ma'noda biz moliyaviy mustaqil hisoblanamiz. Qaysidir ma'noda bizni o'sha holatlarga ilohim Allohdan tushirmaslikni so'raymiz. Lekin baribir o'zimiz uchun qaysidir ma'noda xavfsizlik yostiqchasini yaratishimiz bu albatta foydadan xoli bo'lmaydi. Albatta foyda bo'lsa bo'ladi, o'zimiz uchun manfaat keltiradi, o'zimiz uchun yaxshi
o'zimizni shunaqa chuvstva qilamiz. Masalan, erkin his qilamiz, chunki insonning fitratida bor. Agar puldan qiynalsa, moddiyotdan qiynalsa yoki qanaqadir ijtimoiy holat, ijtimoiy ta'minotdan qiynalsa, juda ham o'zini kemtik his qiladi. Ruhan tushkun bo'ladi u inson. Ruhan o'sha kerak bo'lsa depressiyaga tushishi mumkin, stressga tushishi mumkin, kerak bo'lsa o'ziga suitsid qilish, ya'ni qasd qilish darajasigacha ham borishi mumkin. Shu sababli inson mana shu holatga tayyor turishi kerak. Tak, bizada Bobur kirdimi? Qanday, qaysi akkauntda? Kirishmoqda. Tekshirib keling. Demak, bu borada inson tayyor qanday yaratilishi va u insoniyatga, har bitta korxonaga muhim va kerakligini mana sizlarga men tushuntirishga harakat qildim. Mana shu 20-25 daqiqaning ichida. Endi xavfsizlik yostiqchani biz qanday qilib ko'chmas mulk yordamida yaratishga harakat qilamiz degan bir savolga hozir ekspertimiz agar kiradigan bo'lsa, yo'q, demak, ko'rishga harakat qilamiz. Marhamat Boburjon, bu borada demoqchiman. Biz hozir o'sha xavfsizlik yostiqchasi men inson uchun qanchalik muhim, har bitta shaxs uchun muhimligini tushuntirishga harakat qildim auditoriyamizga, tinglovchilariga, yoshlarga. Va u har bitta nafaqat shaxs uchun, inson uchun, balkim har bitta kompaniya uchun, har bitta korxona uchun, har bitta tashkilot uchun muhimligini men o'sha finansiy krizislar davrini 2008-yilda o'sha Covid davrida misolida ham tushuntirib berishga harakat qildim. Endi men sizdan fikrlaringizni bilmoqchi edim. Xavfsizlik yostiqchasini qanday qilib ko'chmas mulk instrumenti yordamida tashkil qilish yoki yaratish borasida fikrlaringizni bilmoqchi edim. Как ekspert sifatida, как moliyaviy mutaxassis sifatida sizning fikrlaringizni bilmoqchi edim. Chunki bu fikrlaringiz auditoriyamiz uchun juda ham muhim. Marhamat. Assalomu alaykum yana bir Albek aka. Undan oldingi tarz eshitdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Albek aka? Bu ishlar yaxshiroqmi yoki? Ovoz yaxshi. Yaxshi. Uni oldin aytib o'tgan gaplaringizga qo'shilaman Albek aka, bo'lmasa butunlayin, chunki hamma gaplar to'g'ri. Hozirgi paytda, mana karantin payti, hozirgi dunyodagi bo'layotgan butun problematikalar ko'rsatib beradiki, hozir bizda hammamizda finans yostiqchasi bo'lishi kerak. Chunki ertangi xavfsizligimiz, ertangi bola-chaqalarimizni hayoti bunga juda ham muhim. O'zimizni xavfsizligimiz ham, bu sog'liq xavfsizligi ham muhim bo'ladi. Endi hozirgi podushkani har doim biz qilayotganimizda birinchi o'rinda e'tibor berilgan narsalarimiz nima uchun qilyapmiz? Bu kim uchun qilinyapti? Bu oila a'zolarimiz uchun, bu o'zimiz uchunmi? Bu kompaniya uchunmi? Yoki bu определенный situatsiyalarga tayyorlanishmi? Bu o'shanga qarab biz определенный summalarda chiqarilgan summalarni chiqarishga harakat qilamiz. Hozirgi paytda shu bilan tashlasligi eng yaxshi specialistlar bu krizis menejerlar hisoblanadi. Krizis menejerlari shunaqa zona riska degan narsalari bor. Ular riskni otsekalarni chiqazib, определенный risklarga определенный summa pul finansiy yoki kadroviy tayyorlashlarni shug'ullanadi. Lekin biz oddiy hayotda bizga har bir odamimiz, har bir oilamiz endi krizis menejer yoki shu risk menejer tayyorlab biz o'zimizni ishga ola olmaymiz. Chunki zatratorlar juda katta. Shu paytda biz har doim qilishimiz kerak. Hozirgi dunyoning tendensiyalariga qaraydigan bo'lsak, oilani tinchligi va oilani xavfsizligini, finansiy xavfsizligi bu примерно расчетlarimiz bo'yicha 3 oyda обеспечение bo'lishi kerak. O'rtancha oyda hisoblanganda. Bu degani agar finansiy potokingiz, finansiy tushumlaringiz qaysi bir tomondan oyligingiz yoki biznesingizdagi tushumlaringiz to'xtab qolganda siz 3 oy qo'rqmasdan bemalol hamma oila a'zolaringizni finansiy pul yetkazib bera olishingiz kerak. Bu muhim. U
hisoblash oson. Oylik rasxodlaringizni просто 3 ga ko'paytiramiz. Shu chiqqan summani biz zaxodga olib qo'yishimiz kerak. Endi bu yerda har xil usullar bor. Biz har doim tayyor bo'lishimiz kerak. Aytib o'tganimdek, yana bitta endi turar joylarga o'tirgan bo'lsak, bu yerda finansiy podushkani tarbiyalat qilishimiz juda muhim. Chunki hozirgi paytda ko'chmas mulk eng yaxshi instrumentlardan biri bo'ladi, finansiy podushkaning instrumentlaridan biri. Chunki ko'chmas mulk hech qachon inflyatsiya ta'siri yo'q. Inflyatsiyaning ta'siri yo'q. Ko'chmas mulkka har doim ehtiyoj нужда bor. Har bir odam shu ko'chmas mulkka xohlaydi hisoblashda. Talab oldin ham bo'lgan, bundan keyin ham talab bo'ladi degan bir nimamiz bor-da. Bo'lyapti. Shunga qarab biz talab bo'ladi. Bu talabni biz har doim qondira olmaymiz. Ertaga masalan ekstrem situatsiyalarda shu ko'chmas mulkni biz bozorga olib chiqib realizovat, то есть sota olamiz yoki biz arendaga berib определенный финансовый потокni, finansiy tushumlarni chiqazib berishimiz mumkin. Bu hozirgi paytda dunyoning standartlariga kirgan bo'lsa, bitta qonun bor, ikkita kvartira degan qonuni bor. Ikkita bir xonali kvartira. Bu ikkita bir xonali kvartira butun dunyoga ishlaydi. Shaharda любой chekkasini olib ko'rsangiz, har bitta chekkasini olib ko'rsangiz, o'sha joyda yashayotgan joyingizdan ikkita kvartirangiz bo'lsa, bir xonali kvartira. O'rtancha shu shaharda oylik daromadini ega bo'lasiz. Buni solishtirgan bo'lsak, Toshkentni oladigan bo'lsak, ikkita bir xonali kvartirangiz bo'lgan bo'lsa, $300 har bittasini topshirsangiz, bu примерно $600. Bu $600 8 million bo'lsa, bizning O'zbekistonning o'rta daromadiga teng. Bu faqat O'zbekistonda tegishli emas, bu Monakoda yashasangiz, Monakoda ikki xonali kvartirangiz bo'lsa, Floridada yashasangiz, Floridada ikki xonali kvartirangiz bo'lsa, Moskvada yashasangiz, Moskvada ikki xonali kvartirangiz bo'lsa, bu sizni finansiy tushumlaringizning garantiyalaridan biri bo'ladi. Zo'r informatsiya aytdingiz. Mana shu butun dunyoga shunaqa tendensiya borki, demak, ikkita bir xonalikni demak ko'chmas mulkingiz bo'lsa, demak, o'sha ikkita bir xonalikdan keladigan daromadingiz sizni oylik masalalaringizni yopib turadigan bir instrument sifatida ishlaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu biz endi ikkita kvartirada to'xtashimiz kerak emas, конечно, hayot qanchalik ko'proq doxod, qanchalik ko'proq tushumimiz bo'lsa, shunchalik ko'proq xohlaysiz. Endi hozirgi san'at bo'yicha dunyoni o'rtancha bo'lsangiz, ikkita kvartirangiz bo'lsa, bu siz o'rtancha pensiyangiz deyiladi. Hozir ko'pchilik ko'radi, ko'pchilik o'zim tanishlarim 30 yoshda pensiyaga chiqdim deydi. Bu degani u ikkita kvartirali bo'ldim degani. Ko'pchilik gapi bor. Ikkita kvartiraga chiqsa, u o'rtancha o'sha shaharda oilaga ega teng bo'ladi. Zo'r. Yaxshi ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Aynan ko'chmas mulkda qanday qilib o'sha xavfsizlik yozuvchasini ko'chmas mulk instrumenti orqali xavfsizlantirish degan masala. Nima deb o'ylaysiz? Dunyoda shunaqa statistikalar bormi? Masalan, insoniyat mana 8 milliardni ichini olib qaraydigan bo'lsak, bir kun davomida har xil inson 24 soatni biz hozir oldik. Men faqat buni statistika holatini bildim-ku, buni oxirigacha nima qila olmadim. Statistikasini men qiziqib so'ramoqchiman, siz bir moliyaviy ekspert sifatida, moliya mutaxassisi sifatida. 24 soatimiz bor, bir kun davomida bizni 86.400 daqiqamiz bor. Mana shu 86.400 daqiqaning ichida yer yuzida dunyoda 250 ta davlatdan ziyod davlat bor va 8 milliondan ortiq aholi bor yashaydi. Va shu aholi kun davomida olib qaradigan har kun, har xil, har lahzada, har daqiqada dunyoni agar yangiliklarni eshitadigan yoki kuzatadigan bo'lsak, har kuni qanaqadir baxtsiz hodisalar, qanaqadir insonlar depressiyaga kirgan, stressga yoki suitsidlar bo'lgan, joniga qasd qilishlar bo'lgan, yokida
og'ir xastalikka chalinadigan insonlar, bir kun davomida qancha onkologik kasalliklar aniqlanadi har xil insonlardan, yoki bir kun davomida qancha insonlar ishsizlik holatiga tushib qoladi, yoki qancha davomida o'sha ish beruvchilarni tashabbuslari bilan ishdan ketish holati bo'ladi, yoki mehnatga loyiqasiz holatga tushib qolishadi. Mana shuni opredilyatsiya qiladigan qanaqadir indikator или faktor или qanaqadir bir statistik ma'lumotlar bormi? Shu dunyo bo'yicha mirovoy tendensiyada shuni statistikasini berib boradigan, ya'ni qanday holatlarda moliyaviy muammolarga duchor kelishadi insonlar va mana shuncha protsent, mana shuncha aholi nasllaniyasi, mana shuncha degan bir statistik ma'lumotlarga ko'z tushgan oxirgi mana bu davomida. Endi основной sferam o'zini sfera bo'lmagani uchun hozirgi paytda hozir aytolmayman основной foizlarni. Lekin bu bilan shug'ullangan ilm bor. Aytib o'tgandek, risk menejment bu именно shu problematikalarni aniqlab, ertangi kunlarda analiz qilib, o'sha sonlarda va kolleksiyada qanaqa risk bo'lmasida foizda chiqarib beradi. Biz qanaqa problemalar bilan kelajakda surishtiruvlar olgansak, hozirgi paytda masalan har bir bankda risk menejerlari bor va risk menejerga talab juda baland. Ularda otsyenkalar juda muhim, chunki bank holatida именно har bir odamni bank har bir kreditga, masalan kreditga oladigan bo'lsak ham, bu risk menejment juda muhim. Masalan odamga kredit berganingizda ertangi shu kreditni qaytarib berishni siz foizini chiqarib berishingiz kerak. Siz zona riski bor. Bu degani xatarliklarni примерно расчет qilib, hisoblab, shu xatarliklarni qarab, o'sha xatarlikka olib keladigan situatsiyalarni kamaytirib, o'sha odamlar bilan masalan kredit dogovor tuzmaslik yoki ipotekalar bermaslik shunaqa situatsiyalar ham bor. Bu risk menejmentlari. Bu yerda hatto bankdan ham kattaroq kredit olgansiz, o'sha yerda masalan страховка so'rashadi. Yoki mashinangizda kredit oladigan bo'lsangiz, mashinangizda ham страховкасini so'rashadi. Bu risk menejment. Shu risk menejerlar shunday shug'ullanadi. Zo'r informatsiyalarni olyapmiz sizdan. Demak, bunaqa keyingi masala bor bitta, mana amaliy yondashuvlar bor xavfsizlik yostiqchasi borasida. Xavfsizlik yostiqchasini yaratish uchun ko'chmas mulkni qanday tanlashimiz kerak va qanday kriteriyalarga e'tibor berishimiz kerak degan bir masala bor. Bu yerda variantlar nima qilingan? Misol uchun kichik studiyalar bo'lishi mumkin, kvartiralar, kommersiya obyektlari, kiosklar, ofislar, do'konlar bo'lishi mumkin degan bir holatlari bor. Qishloq xo'jaligi yerlari yoki o'sha joy tanlashdagi asosiy mezonlarda ijaraboplik darajasi qanaqa, qurilish sifati va lokatsiya qanchalik darajada muhim rol o'ynaydi yoki infrastruktura tuzilma va atrof muhit qanaqa. Mana shu sanab berilgan kriteriyadan qaysi kriteriyalar muhimlik darajasidan prioriteti yuqoriroq darajada turadi deb o'ylaysiz? Biz birinchi o'rinda finansiy возможностьlarga qarashimiz kerak. Biz agar finansimiz juda katta bo'ladigan bo'lsa, ko'p bo'ladigan bo'lsa, biz finansda qayergadir investitsiya qilmoqchi bo'lsak, noturar yoki turar joylarga investitsiya qilmoqchi bo'lsak, pulga sarmoya kiritmoqchi bo'lsak, bu yerda biz nima xohlayotganimizni bilishimiz kerak. Biz birinchi o'rinda so'raymiz, любой klientdan, masalan o'zimizda ham klientlar bo'ladi, shu investitsiya qilmoqchiman, o'shanda so'raymiz, nima uchun investitsiya qilmoqchisiz? Pulingizni saqlab qolmoqchimisiz yoki pulingizni ko'paytirmoqchimisiz? Bu ikkita har xil zadacha. Bu ikkita har xil podxod kerak. Chunki bu yerda agar pulingizni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, bu yerda analizni olish kerak. Bu yerda biz riskni kamaytirishimiz kerak. Qanchalik riskimiz kam bo'lsa, shunchalik ko'proq pulni saqlab qolish variantlari bor. Bu degani biz agar shunaqa risk saqlamoqchi bo'lsak, bu yerda biz lokatsiyalarga e'tibor berishimiz kerak. Birinchi o'rinda, chunki lokatsiyalar o'rtaga biz bilishimiz kerak, atrofda nima qurilyapti, qanday rivojlanyapti, kelajakda qanday o'zgarishlar bu lokatsiyada bo'lishini. Kvadraturalarda oladigan bo'lsak, har xil kvadraturalar kerak.
chunki biz ertangi bozorni bilmaymiz. Hozirgi paytda masalan bozorni ko'rsatuvlar shunaqaki, kvadraturlar kichinashga olib kelyapti ko'pchilik, chunki finansiy katta kvadraturalarga endi hammani ham finansiy возможностьlar kamroq, shuning uchun buni kamaytirishga harakat qilyapti. Hamma quruvchilar ham va sotib oluvchi odamlar ham. Bu yerda narsani bilmaymiz, shuning uchun biz har doim pulimiz agar finansiy возможность ko'p bo'lsa, katta bo'lsa, biz har xil proyektlarga, har xil lokatsiyadan va har xil joylashgan noturar turar joylarga pulni tikishimiz kerak. Shu bilan biz o'zimizni pulimizni himoya qilamiz. Bu situatsiyada bizda pullarimiz, sarmoyalarimiz himoyalangan bo'ladi. Agar biz zadachamiz pul topish bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bu boshqa zadacha. Bu yerda biz qanchalik asosiy prinsipi bu arzonroq sotib olib va kelajakda qimmatroqqa sotish yoki qimmatroqqa arendaga berish. Bu yerda o'sha rashodlar sal boshqacharoq. Bu yerda bizda har doim risk bor, определенный pulni yo'qotish materiallari bor. Bu yerda riskni har doim osinka qilib borishimiz shu bizda yana risk menejmentga qaytamiz. Bu ham muhim. Biz osinka qilamiz o'sha joyda ertaga kelajakda rivojlanishini yoki застройщик o'sha quruvchi shu joyda qurib berishini biz ishonchimiz kerak va shu paytda qurib berishi bizga muhim. O'sha qilib osinkalarni chiqarib, определенный osinka qilib tavsiyalar keyin o'zi klientlarimizga tavsiya beramiz. Zo'r javob berdi. Sababi o'sha risklarni minimallashtirish va biz предпочтение qila olishimiz kerak, to'g'rimi? Demak, birinchi bo'lib kapitalimizga va mablag'imizga qarab yo'naltiramiz. Xavfsizlik yostiqchasini yaratishda ko'chmas mulk orqali va keyin o'sha lokatsiya infrastrukturani ham ko'ra olamiz. Demak, o'sha biz demak mablag' kiritadigan joyimiz erta 5 yil, 10 yil, 15 yil, 20 yildan keyin qanaqa darajada rivojlanadi. Bu yerda aholiga bo'lgan yaxshi infrastrukturalar qanaqa darajada yaxshilanadi yoki qanaqa sharoitlar yaratib beriladi yoki o'sha risklarni minimallashtirish haqida gapirdingiz-da, juda ham muhim, to'g'rimi? Risklarni minimallashtirish investor uchun yoki har bitta inson uchun, o'sha xavfsizlik yostiqchasini yaratadigan inson uchun risklarni minimallashtirish haqida yana biroz ochib bersangiz, qanday qilib, qaysi instrumentlar borki risklarni minimallashtiradigan? Biz risklar har xil turlari bor. Masalan, bizda risklarimiz pul tiklayapmizda, bizni asosiy risklarimizdan biri bu застройщик quruvchi qurib beradimi yoki yo'qmi? Eng global risklarimiz bor. Yangi dom so'rayotgansiz yoki qurilayotgan dom so'rayotsangiz, uy so'rayotgansiz, u qurib berishi yoki qurib bermasligi. Bu yerda bu yerda baholash oson, tarixi u kompaniyada bormi yoki yo'qmi? Undan oldin qanaqa proyektlarni bitirgan, shularni tekshirib chiqishimiz kerak. Agar proyektlar ko'p bitirgan, ishonchli kompaniya bo'lsa, o'shandagina pulni kiritishga biz kirishimiz mumkin. Bunda ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Shu bilan bu har doim определенный risklar. Keyin dokumentlar hammasini tekshirish kerak. Bu birinchi o'rinda. Dokumentlarni tekshirib, ko'p chiqqanimizdan keyin o'sha investitsiya qilsak bo'ladi. Ikkinchi xatarlik, masalan, pul kirgizadigan bo'lsak, bu xatarligimiz bu vaqtida bitishi. Chunki biz investitsiya kiritmoqchi bo'lsak, masalan, pul topmoqchimiz, investitsiya qildik, har bir kech qolgan kun, qurilishda kech qolgan kuni bu bizni cho'ntagimizda pulni yo'qolishi. Qanchalik ko'p kechroq topsa, shunchalik biz kechroq arendaga beramiz, shunchalik biz kechroq sotamiz. O'shanda biz определенный pullarda yo'qotishimiz mumkin. Pulni yo'qotamiz. Shuning uchun biz har doim shularni ko'rib chiqishimiz kerak. Bizni agar bizni Consory Money platformasini oladigan bo'lsak, biz Consory Money platformamiz Consory tomonidan shu tomonlar zo'rki, yaxshi tomoni biz Consory tomonidan ishlaymiz. Consory tekshirilgan quruvchi, masalan, o'zi portfolio proyektlarni tuzib va ikkinchi tomoni biz vaqt bilan biz любой payt, любой qurilishda etapida pul klientga pulni chiqarib bera olamiz. Bu biz uchun muhim. Ertaga masalan klient oxirigacha proyektni bitishini kutishi shart emas. 1 yildan keyin yoki 3 oydan keyin pul tikkandan keyin pulni chiqarib olish iloji bor. Zo'r. Demak, qarang, shunaqa masala yuzaga kelyapti. Moliyalashtirish masalasi mana aytdik-ku. Demak, insonlarga muhim ekan
demak xavfsizlik yostiqchasini yaratish juda ham muhimligini moliyaviy ekspertlar ham yuqoridagi o'sha tendensiya ham statistika ham shu ko'rsatmoqda. Xo'p, endi savol tug'iladi ko'pchilikda. Xo'p, man ko'chmas mulk instrumenti orqali o'zimni xavfsizlik yostiqchamni yaratishim uchun, ya'ni podushka безопасности, ya'ni moliyaviy podushka безопасности, ya'ni finansiy podushka безопасностini yaratishim uchun ko'chmas mulkka yo'naltiradigan pulni, o'sha mablag'ni qayerdan olishim kerak va uni qanaqa tartibda moliyalashtiraman yoki u juda ham gibrid format, ya'ni juda katta narsa, ya'ni bu deylik kichkina summa bilan bo'ladigan narsa emas. Masalan, 500 ming, 1 million yoki o'zimizda so'mimizda milliy valyuta birligimizda 2 million, 3 million bilan bo'lmaydi. Va bunda qanaqadir bozorda yechimlar bormi ko'chmas mulk bo'yicha? Mana hozir money haqida gapiryapsiz. Demak, unda o'sha parod qanaqa, biz o'sha nimalarga, demak, tinglovchilarimizga, yoshlarga yoki bo'lajak o'sha investitsiya nima deydi sohasida qadam bosuvchi, endi nima qiluvchi yosh bo'lajak investorlarga nima maslahat bera olamiz bu borada? Bozorda, O'zbekiston bozorida instrumentlar bormi umuman olganda ko'chmas mulkka sarmoya kiritadigan? Chunki ko'pchilik aytadi, "Oho, ko'chmas mulkning vaqti gapiryapsizlar, 20 ming, 30 ming, 50 ming dollar, 100 ming dollar haqida gapiryapsizlar" degan bir masalada savollar tug'ilishi mumkin. Tabiiy, men o'zim ham ko'pincha savollar shunaqa berishadi. Qanaqa qilamiz biz uni, qanaqa instrumentlar orqali moliyalashtiramiz degan bir savollarga bir qisqacha yechim berib ketsangiz. Endi hozirgi paytda Xonsaroy Money bizni platformamiz shu klientlar uchun ham juda muhim instrumentlardan biri, chunki siz 5 ming dollar bilan o'sha proyektni o'zingizga kirsangiz bo'ladi. Hozirgi paytda bizda aksiyalarimiz ham bor, skidkalarimiz ham bor. 2,5 ming dollar bilan shu proyektimizga kirsangiz bo'ladi. Bu degani siz 2,5 ming dollar yoki 5 ming dollarga kvadratni metr sotib olasiz. O'sha qurilayotgan proyektdan siz 3 kvadrat, 4 kvadrat metr sotib olishingiz mumkin hozirgi paytda. Lekin bilasizki, oyma-oy to'lov qila olmaysiz. O'sha paytda Xonsaroy Money bizni platformamiz juda qulay bo'ladi. Keyin masalan, sizni qishloqda yashaysiz, dalangiz bor, dalangizni tushunchli keyingi kuzlarga xudo xohlasa pul potoki tushishi mumkin, atrofdan finansiy tushumlar bo'lishi mumkin. O'shanda keyingi kuzgacha bemalol investitsiya kiritib, kelajakda yetarlicha kvadratni metrga yig'ib, o'sha yetarlicha kvadratni metrga siz tayyor kvartiraga almashtirsangiz bo'ladi. Masalan, hozirgi 10 kvadrat sotib oling, keyin 3 oydan keyin yana 10 kvadrat sotib oling, 4 oydan keyin 1 kvadrat sotib oling, keyingi yil esa yana 15 kvadrat sotib oling. Qarab turibsizki, o'zi bir xonali kvartirangiz bor. O'sha paytda bizga kelasiz, zaявление yozasiz, kvartirani almashtirib berishga biz avtomatik tarzda sizga kvartirangizga almashtirib berishimiz mumkin. Demak, zo'r yechim, sababi bozorda bu narsaga talab juda ham ko'p edi. Demak, shunaqa insonlar bor, deylik, umumiy keldi, deylik, qurilishni ko'rdi, qanaqadir xonadon yoqib qoldi, balkim bir xonalikdir, 2 xonalikdir, 3 xonalikdir, kvadraturasi har xil, misol uchun 3 kvadratlik 25 dan boshlanib, deylik 40 kvadrat, 50 kvadrat yoqib qoldi. Kvadraturani hisobladi, o'rtacha hisobda deylik 1000 dollar yoki 1200 dollardan hisoblasak ham yoki 1,5 ming dollardan hisoblasak ham, bu o'sha summa deylik 30 kvadrat joyimiz 40-45 ming dollar atrofida aylanmoqda hisob. Va uni hozirdan so'rayapmiz. Xo'p, deylik o'sha 30 kvadrat joyimiz 40-45 ming dollarga aylanyapti. Ya'ni bu deta o'zimizning so'mimizga 550-600 milliondan oshadi, to'g'ri? So'mda agar nima qiladiganmiz. Buni 25% yoki 30% juda katta mablag' bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib, uni mablag'iga ega bo'lmagan insonlar, deylik, buni deylik o'sha 600 millionni oddiy 20% ni hisoblasak ham, qanchani tashkil qilyapti? 120 million, 10 ming dollardan. 10 ming dollar, 15 ming dollar, 20 ming dollar fiqat qiladigan joyga ko'pchilik orqaga chekinadi. Oho, deydi.
buncha mablag' man yig'maganman yoki buncha mablag'im qo'shimcha ortiqcha mablag'im yo'q mana degan bir savollar yuzaga keladi. Va bu savollarga yechim sifatida mana bu platforma yoki mana bu taklif, demak bu zo'r bo'ldi. Juda ham zo'r taklif. Demak, $5000 parol vhodi deyapsiz yoki shunaqa hozir yana paketlar ishlab chiqdik, $2,500 kirsa bo'ladi deyapsiz. Bu investorlar uchun, boshlang'ich darajada investorlar uchun ham juda ham zo'r taklif. Xudo xolasa bu taklif albatta xalqimizning ishonchini, xalqimizning nimasini qozonadi. Yana bitta shunaqa savol bor edi. Ko'pchilik savol berishadi. Ijarachi, ya'ni biz lokatsiya topdik, xonadon sotib oldik va xonadonimizni erta bir kun passiv davlat sifatida yoki moliyaviy o'sish sifatida ishlataman. Va mani xonadonimda keyinchalik mana ijarachi topilmay qolsachi degan savollar berishib qoladi. Mana shu savolga siz qanaqa javob bergan bo'lasiz? Ijara masalasida bozorda sпрос qanaqa, talab bilan taklifni muvozanati to'g'ri kelyaptimi yoki o'sishda davom etyaptimi ijara narxlari yoki hozir muallaq turibdimi yoki tushish tendensiyasimi? Agar bir e'tibor bersangiz, o'sha Rossiya va Ukraina munosabatlaridan keyingi bo'lgan holatda ijaraga bo'lgan talab, ijaraga bo'lgan holat juda ham keskin ko'tarilib ketdi. Nimani hisobiga? Demak, O'zbekistonga ham o'sha aynan Toshkent shahriga keluvchilarni va ular kelib turib ijara olishga bo'lgan, uyga bo'lgan talablar yuqoriligi asosida bu ham bozor talabidan kelib chiqib, bozor iqtisodiyotidan kelib chiqib, ijara narxlari ham keskin ravishda o'sib ketdi. Chunki biror marta bunaqa keskin ko'tarilish kuzatilmagan. Nedvijdeniya sohasida, ijara sohasida, ko'chmas sohasida. Mana shu borada nima deysiz? Mana shu savolga, masalan, agar menda ijarachi topilmasa yoki ijaraga bo'lgan talab tushib ketsa-chi degan savolga qanaqa bir yondashuv qilsak bo'ladi? O'zimizni ekspert sifatida yoki fikrimizni bildirgan sifatida. Ijaraga bo'lgan talab hozircha O'zbekistonda tushish prognozlari yo'q. Hozircha oshyapti, lekin tushmayapti. Именно summalarda oladigan bo'lsak, finansiy tomonlarda masalan qancha qimmatligi o'zgarishlar bormi? Narxlar tushgan. Endi 2022 bilan 2023 bilan solishtirsangiz, narxlar hozirgi paytda ozgina tushgan. Lekin bu u paytlar bilan solishtirib bo'lmaydi. Biz qaror 2022 dan oldingi vaqtni solishtirishimiz kerak. 2021-2020 yillardan biz hozirgi stavkalar, arenda stavkalarimiz balandroq. Nima uchun bu davrni solishtira olmaymiz? Sababi o'sha buni hisobga ola olmaydi. Chunki внезапный bo'lgan jarayon. Да, ekonomik situatsiya emas, bu dunyodagi chip situatsiya. Rossiyaga O'zbekistonga kirib kelgani uchun kutmagan edi. Bunaqa situatsiya bo'lishini hech kim prognoz qilmagan. Bunaqa bo'lishini bu valna deyiladi. Bunaqa birdaniga valna keldi, zo'r bo'ldi. Kim arendaga berib qolgan bo'lsa omadi chopdi, katta summalarda pul topdi. Hozirgi paytda biz ko'rib turibmizki, shu bozor tendensiyasi o'zi stabilizatsiya qilib, eski o'sish tendensiyasiga qaytib keldi. Bozor chunki sekin narxlar oshib boryapti yoki o'zgaryapti, har xil rayonga qarab sekin oshib borib, ertaga biz ko'ryapmizki oshadi. Lekin kvartiralar narxi ham sekin oshish tendensiyasini ko'rib turibmiz. Bu bir-biriga juda katta ta'sir qiladi. Narxiga qarab bizda примерно arenda stavka chiqaziladi, arendaga qarab bizda narxi ham chiqaziladi. Biz har doim shuni unutmasimiz kerak. Har bir kvartirani sotib olayotganimizda biz расчетimizni shunaqa olishimiz kerak. 8 yildan 10 yilgacha bizni pulimiz qaytib kelishi kerak. Masalan, kvartira sotib olyapsiz. Bu qanaqasiga tanlashimiz kerak? Kelamiz, kvartirani ko'ramiz, kvartirani otsonka qilamiz. Kvartirani ko'rganimizdan keyin atrofdagi arenda stavkalar ko'rishimiz kerak. Realni qanchaga topshirilyapti, realni qanchaga odamlar olyapti. Bu bizga muhim. Keyin shunga qarab biz narxini chiqarishimiz kerak. Bu ROI deyiladi, ROI return on investment, pulni qaytib foizi shu bo'yicha chiqaziladi. O'tgan safar ham biz shuni gaplashgan edik. 8 yilda pul qaytib keladigan bo'lsa, u joyda sotib olish kerak.
agar 8 yildan yoki 10 yildan ko'payib ketsa, masalan 15 yil bo'lib ketsa, bu degani u narx juda qimmat, bu joyga investitsiya kiritmagan ma'qul. Shunaqa o'lchovchi ma'lum bir показательlar bor, to'g'rimi? Demak, 8 yil, cherak 10 yil biz demak возвращение, ya'ni ro'yini nima qilishimiz? Bu ikki tomonga ishlaydi. Biz masalan bir joy sotmoqchi bo'lsak, biz 10 yillik расчет qilamizda, masalan biz arendatorimiz bor, kvartira sotmoqchimiz, arendaga $500 beryapmiz. Zo'r narxda beryapmiz. Biz значит bozorda примерно 10 yilga ko'paytirib bo'lsak, $60,000 ga u kvartirani sotsak bo'ladi. Bu ikki tomonga ishlaydi. Agar biz kvartira sotib olyapsak esa, biz $60,000mi, $60,000 bo'lamiz 10 yilga, $500 to'g'ri kelyapti. $500 o'sha rayonda bizda arendaga olishmayotgan bo'lsa, u joyda minus kerak, olishayotgan bo'lsa, u joyda sotib olish kerak. Zo'r javob berdingiz. Oddiy usul, bundan ham qiyin MTS usullari, undan ham qiyin usullar bor. Hozirgi paytda oddiy odam uchun, ko'chadan kelgan odam uchun shu usulni hisoblash eng oddiy usul hisoblanadi. Ma'qulroq. Ya'ni bu usulni har bitta inson kalkulyatorlarsiz, qanaqadir sложный protsentlarsiz, sложный protsesslarsiz, даже jarayonlarsiz miyasida oddiy usullarda, demak, ko'paytirib, o'ziga ma'qul holatni aniqlasa bo'ladi. Misol uchun, lokatsiyani ko'radi, narxni ko'radi, o'sha siz aytganday 8 yil yoki 10 yilni oylarga bo'ladi va oyda o'sha joyda qanchadan arendaga turyapti bugungi kunda va uni ma'lum bir miqdorda hisoblaydi va o'sib borish tendensiyasini ozgina hisobga olib, bundan chiqarsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi bizda har doim keyin bizni risk menejment emas, olib boramiz. U degani ertaga risk menejment, ertaga narxlar bu yerga tushib ketmaydi. Yoki bizga положительный tomonlari bor, risk menejer narxlar oshib ketishini ham analiz qilishimiz mumkin. Masalan, atrofdan metro o'tgan bo'lishi mumkin. Metro o'tish kelajakda o'tishi mumkin, proyektda bo'lishi mumkin. Buni bilamiz, shu joydan metro o'tadi. Значит, ertaga narx qanchalik bu ta'sir qilishi mumkinini hisoblab chiqsak bo'ladi. Bu oddiy konversiya bilan hisoblanadi. Metroning oldida narxlar qancha turibdi, metrodan uzoqlikda, masalan 2 kilometr uzoqlikda kvartiralar qanchaga arendaga beriladi. Bu otsenka, bo'lsa baholisiz, baho chiqazib, примерно summani chiqazsangizlar bo'ladi. O'sha joyda kelajakdagi narxini chiqazib, o'sha joyda investitsiya qilsangizlar bo'ladi. Masalan, ko'pchilik hozir yangi O'zbekiston pullar sarmoya qilyapti. Bu hozirgi paytda bo'shliq joy, ko'radigan bo'lsak, lekin kelajakda agar shu proyektlar o'sha atrofda qurilayotgan proyektlar hammasi realizatsiyaga tushsa, narx-navo oshish tendensiyasini ko'rishimiz mumkin. Chunki atrofda masalan, Olimpiyaga qurilyapti, atrofida yangi aeroport qurilmoqda, ularda yangi proyektlar juda ko'p. Yangi infrastrukturalar, yangi darajalar, demak, shunaqa tendensiyani ko'ryapmiz. Xo'p, qarang, yana bitta masala bor. Shu masalaga ham bitta to'xtalib ketsak. Xavfsizlik yostiqchasi masalasi haqida nima qildikda va ko'chmas mulkni как instrument sifatida ko'rdik. Yana qanaqa instrumentlar borki, masalan, xavfsizlik yostiqchasini yacheykalarni nima qilishimizda, yaratishimizda mana siz aytdingiz, shaxs sifatida oladigan bo'lsak, 3 oylik oddiy hisoblash. 3 oylik xarajatini olamiz, 1 oylik xarajatni olamiz. Tekuvchi 1 oyda inson qancha xarajat qiladi, individual paxotda hisoblab chiqadi va shuni 3 ga ko'paytiradi. Va shuni xavfsizlik yostiqchasini yaratishda biz o'sha likvidlik masalasiga e'tibor qaratishimiz это понятно, bu tushunarli. Demak, yana qanaqa nimalarimiz bor, instrumentlarimiz bor? Yacheykada misol uchun xavfsizlik yostiqchasini tilla shaklda ushlab turamizmi yoki qancha qismini naqd, qancha qismini o'sha xorij valyutasida ushlashimiz mumkin, dollarda. Qancha qismini tillaga misol uchun vklad qilishimiz mumkin. Yoki qancha qismini ko'chmas mulk rechaklari orqali, masalan, o'sha Consular Money'dagi o'sha 2,5 minglik paket yoki 5 minglik paketlik holatda yoki buni ham xavfsizlik yostiqchasini ham yacheykalarga bo'lib diversifikatsiya qilishni tarafdorimiz yoki qanaqa tavsiyalar bera olasiz bu borada? Bu tomonda diversifikatsiya birinchi o'rinda qilinishi kerak. Xavfsizlik yostiqchalarini yaratayotganimizda, chunki biz kelajakda qanaqa situatsiyaga tayyorlanayotganimizni bilmaymiz. Har xil situatsiyalar bo'lishi mumkin. Masalan, diversifikatsiyani hozirgi paytda dollarda, faqat dollarga sotib olib, dollarda xavfsizlik yostiqchasini qilib qo'yadigan bo'lsak, ertaga dollarda tushib ketishi bor.
har xil situatsiyalarga olib kelishi mumkin. Masalan, pulni yo'qotishingiz mumkin. O'sha kerakli paytda dollarni almashtiradigan bo'lsangiz, siz o'zizga minus qilib, undan ko'ra so'mda ushlab turganingiz yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun diversifikatsiya qilish kerak. Masalan, o'zim qoidam 33 ga bo'lamiz, 3 ga bo'laman har doim. 33% masalan rublda qilaman, 33% so'mda ishlayman va 33% dollarda qilaman. O'shanaqa agar возможность bo'lsa, hozirgi paytda o'zimda masalan dollarda, rublda va so'mni almashtirish yoki ishlatish osonroq. Agar sizga yuanda yoki yevroga dostupingiz bo'lsa, undan ham yaxshi. Siz unda 5 ga bo'lsangiz bo'ladi. O'sha paytda qaysi situatsiyada diversifikatsiya qilib siz pul hajmini yo'qotmaysiz. O'sha kerakli paytda o'sha summani ishlatoladigan bo'lasiz. Tillar tomonidan qarab valyuta borasida demak aniq tendensiya yo'q. Masalan, mana shuncha prosentdan qilib u individual kelib chiqilamiz. Masalan, agar 5 ta valyuta bo'lsa, deylik 5 ta valyutaga biz o'shani bo'lib chiqamiz. 33 ta emas, misol uchun 20%. Shunaqa chiqsak bo'ladi. Просто naqd pullarimizni birinchi o'rinda e'tibor beradigan narsamiz biz o'sha pulni yechib olishimiz kerak va olishimiz tez uni likvidlikka almashtirish darajamizni ko'rishimiz kerak. Almashtirish likvidasi baland bo'lishi kerak. Uni biz har doim rublni masalan любой payt bankka borsak almashtira olamiz. Dollarni любой payt bankka bora olsak almashtira olamiz. So'mni masalan almashtirmasdan любой bankomatdan bechib ola olamiz. Bizga bu muhim. Chunki krizisning situatsiyada qanaqa situatsiyaga biz kelib qolishimizni bilmaymiz. Masalan, Xitoy yuanini qayerda almashtirishdi? Masalan, o'zim bir ikkita bankda bilmasam, boshqa banklarda bilmayman. Xitoy yuanini almashtirib beradigan yoki boshqa masalan kriptovalyutaga investsiya qilgan bo'lsak, kriptovalyutani ham krizis situatsiyada o'sha kriptovalyutaga, kriptokashliklarga dostupingiz bo'lmay qolishi mumkin. Shunaqa situatsiyalar bor. Bitta likvidnessga birinchi o'rinda e'tibor berish kerak. Siz krizisning situatsiyasida siz o'zingiz yoki atrofingizdagi shu operatsiyani yengil qila oladimi, qila olmaydimi? Masalan, o'zingizga bir narsa bo'lib qoldi, Xudoy ko'rsatmasin, bayram eslajonmiz. O'zingizga bir narsa bo'lib qolganda, ayolingiz borib shu so'm yoki dollarni almashtira olishi kerak. Yoki kriptovalyutani masalan ayolingiz so'mga almashtira olmashi mumkin. Bu qiyin protsess. Hamma uchun emas. Masalan, professionallar uchun yengil, novichoklar uchun qiyin. Shu paytda biz otsenka olishimiz kerak. Masalan, biznesda bo'lsa, biznesda biz biznes tushunamiz. Masalan, biznesda biz diversifikatsiyani har xil materiallarda ham qo'shishimiz mumkin. Masalan, qurilish materialida qo'shishimiz mumkin, qurilish bilan ishlayotgan bo'lsak, bu yerda otsenka qilishimiz kerak. Biznes qiyinroq bo'lsa. Zo'r, o'zim ham juda ko'proq foydali ma'lumot oldim. O'zim bilmagan richaklarni, o'zim bilmagan instrumentlar haqida ham ancha-muncha tushuntirdingiz. Demak, bu borada demak xavfsizlik yostiqchasi borasida o'sha xavfsizlik yostiqchasini yaratishda qanday qilib ko'chmas mulk instrumentini ishlatib qanaqa qilishimiz mumkin, mana naqd pullarimizni qanaqa qilib yacheykada bo'lib turib diversifikatsiya qilsak bo'ladi yoki risklarni kamaytirish bo'yicha, minimallashtirish bo'yicha zo'r tavsiyalarni berdingiz. Rahmat. Kelasi efirlarga ham xudo xolasa yaxshi informatsiyalarni, yaxshi ma'lumotlarni bo'lishasiz, yaxshi tavsiyalarni berasiz degan umiddaman. Mana shu bir soatimiz demak juda ham ilmga boy, manfaatli bo'ldi. Xudo xolasa agar mana nimalarimiz, obunachilarimiz yoki bizni kuzatib turgan, keyinchalik kuzatib efirlarimizdan demak qanaqadir o'zlari uchun manfaat oladigan yoki savollar tug'iladigan bo'lsa, albatta kelasi efirlarga ham agar yozib qoldirsalar, bu savollarni ham обсуждение qilishga yoki o'sha savollarni ham sizga berishga demak bemalol tayyor bo'ling. Demak, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ishlaringizga salomat bo'ling.